Virtual suv degan tushuncha bor. Virtual suv degan tushuncha bu birorta bir buyumni ishlab chiqarish uchun sarf bo'ladigan suv. Masalan, u farqi yo'q. Telefon bo'ladimi, u ruchka bo'ladimi, u kiyim bo'ladimi, u oziq-ovqat bo'ladimi. Masalan, oddiygina oladigan bo'lsak, biz har kuni ertalab ichadigan bir chashka filjon qahva uchun 50 litr suv ketadi. Tayyorlash uchun bir filjon. Chunki u qahva qayerdadir o'stirish uchun suv kerak, uni обработка, ya'ni qayta ishlash uchun suv kerak, uni yetkazish uchun suv kerak-da, ya'ni transportga ham ma'lum bir ma'noda suv sarflanadi-ku. Suv kerak, uni plus damlashimiz uchun ham suv kerak, oddiygina-da va mana shu kichkinagina filjon qahvaga 50 litr suv ketadi. Biz hammamiz juda ham ko'pchilik iste'mol qiladigan gamburgerga 2400 litr suv ketadi. Gamburgerni tayyorlash uchun. Ya'ni bu degani 1 kilogramm mol go'shtiga 1,5 litr suv ketadi. 1 kilogramm. Endi tasavvur qiling, qancha mol yetishtiriladi, chunki u tug'ilgandan boshlab katta bo'lguncha ham suv ichadi, ya'ni o'sha go'shtini ham qayta ishlashga suv ketadi, plus uni pishirishga suv ketadi, uni yetkazib berishga suv ketadi va hokazo. Afsuski, mana shu oddiygina arifmetik misollarda agarda har bir odam bir o'tirib do'ppisini yerga qo'liga olib o'ylab ko'rsa, juda ham dahshatli holat kelib chiqadi. Biz hozir faqatgina quruq iste'molchiga aylanib qolganmiz, lekin ertaga kelajagimiz nima bo'ladi, ertangi hayotimiz nima bo'ladi, hattoki o'zimiz yashab turgan hayotni ertasi kuni nima bo'ladi degan narsani o'ylab ko'rmaymiz. Biz faqatgina hamma narsani tejash, samarasiz sarf qilish emas, faqatgina iste'mol qilish bilan bandmiz. Faqatgina o'zimizni o'ylayapmiz. Bu insoniylikka to'g'ri kelmaydi. Bu kelgusida o'sha farzandlarimizga qanday dunyoni qoldiryapmiz degan savolni berib ko'rmaymiz-da. Suv masalasi juda ham dolzarb masala. Buni menga qolsa hamma ommaviy axborot vositalaridan, hamma ijtimoiy tarmoqlardan, roliklar orqali, chunki eng yetib boradigan vizuallashtirish hozir roliklar orqali tarqatgan bo'lardim. Ya'ni suv sarfi, virtual suv nima, suvni qanday qilib tejash kerak, faqatgina masalan tish yuvayotganda suvni oqizib yopib qo'yish emas, jumrakda yopib qo'yish emas, balki o'sha ketayotgan suv sarfini ham kamaytirish, balki cho'milayotganda ham suv sarfini kamaytirish. Masalan, Germaniyani bittagina misolini keltirib o'tmoqchiman. Germaniyada suv ko'p hozirda, chunki Yevropa davlatlarida bilamiz, hali qurg'oqchilikka u darajada uchrab, O'zbekiston yoki Turkmaniston, Tojikiston singari qiynalayotgan davlat emas. Lekin shunday bo'lsa hamchi, ularni ong ostiga bolaligidan singdirilib boriladi suvni tejash haqida va hattoki eshitgandim, o'sha dush qabul qilayotgan dushiga majburiy bitta suvni tejaydigan moslama o'rnatilar ekan. Masalan, 10 daqiqa dush qabul qilinadigan bo'lsa, taxminiy 40-50 litr suv ketadigan bo'lsa, shuni teng yarmini tejab beradi. Agarda shuni o'rnatilmasa, qanaqadir bir javobgarligi bor ekan. Bolalarning kichkinaligidan ongiga mana shu suvni tejash kerak degan narsa, uni muqobili yo'q degan narsani singdirib borish kerak va albatta buni bog'chalarda, masalan, o'quv mashg'ulotlariga, maktablarning darsliklariga kiritish kerak. Mayli alohida suv bo'yicha dars bo'lmasa, lekin matematika darsligiga kiritsa bo'ladi. Oddiygina misol uchun, misol sifatida-da bu yerda masalan hali 18 litr suvli chelakni A nuqtadan B nuqtagacha borganda masalan yarmi chayqalib to'kilib ketdi. Necha litr suv qoldi? Misol uchun-da, ya'ni o'sha suv debchi doimiy ravishda nima qilib borish kerak va o'ylaymanki ekologiya darslarini kiritish kerak.